Xolmurod. Ustona bo'pti o'zimni oyog'i bilan sindirib taylabdi ko'rib borku, tilimga las tugib qoldi. Mana o'sha legenda shaytonchangiz-da. Xudoga shukr tushmagan. Usta bu. Xolmurod. Kim chaqirdi? Yana Azamat ishga chaqirib kelgan. Borgim kelmabdi, charchadim dada. 5 kundan beri dam olyaptimiz, Xolmurod. Qanaqasiga charchaysiz? Uxlab charchading. Ish menga yoqadi deb o'ylaysanmi? Yomon dangozda bo'lib ketibsan. Yur, bugun dam olamiz. Aytayli. Qanisizlar usta bu ishga boraylik, kech bo'lib ketdi. Azamat aka, dadam bilan Xolmurod akam mol bozorga tovuq sotgani ketganlar. Ofatoy sanmi? Ha, usta buvamla ketganlarmi? Ha. Ishlagan joyimizdan pul olib kelgan edim, shuni bermoqchi edim. Erta kelib o'zlariga beraman bo'lmasa. Assalomu alaykum Azamatjon. Men usta bo'g'ni ayollari. Xolmurodjonning ayasi bo'laman. Ha, ayam bo'ladilar. Usta bo'g'joningiz aytganlarki, agar pul olib kelsa Azamat, pulni senga tashlab ketaversin deganlar. Agar oyliklarni olib kelgan bo'lsangiz, menga tashlab ketavering. Qanday bo'larkin? Ha, mayli. Mang. Bering Azamatjon. Pulni bering. Yolmang Azamatjon, yolmang. Kim bu? Onajoningni eri bu. Pulni bersang-da, bo'lmasa yo'qol, ket. Ahmoq qilma odam. Usta bu shuna qilib chaqirmasam chiqmaysiz. Charchab ketdim, Azamat. Charchab ketdim. Ko'tar ishingni, dam olaman. Azamat aka ishga boradi.